Öz bedeninizdeki muşu mezi bezi kasalliklariga qarta davolash elib dori yeyotgan mezgilingizda hargiz muşu mezi bezi kasalliklari ishlatayotgan dorilar mendagi muşu bog' ojizlik, vaqt qisqalik, baldur ketish qatorliq muşu jinsiyat jihatdagi ojizliklarga tang manfaatga to'g'ri degan gapni kallangizda cho't cho'rib tashlab o'ting. Chunki bu mezi bezi yollig'i yoki mezi bezi kasalliklariga ishlatgan dorilarimizdan asosli so'q tabiatli dorilarni ishlatamiz. Bu börak yoki bog' ojizlikqa qarta dorilarning ko'p qismi issiq tabiatliroq dori ishlatamiz. Endi bu mezi bezidagi kasalliklarga ishlatgan dorilar bilan sizdagi butun bog' ojizlik, börakdagi ojizliklarga yoki erlik jihatidagi hissiyot jihatdagi kasalliklarga mush manfaatga to' degan gap bir xato gap. Siz oldi bilan mezi bezidagi yolliq, pak-pokiza saqib bo'lgandan keyin sizdagi mush mezi bezidagi har xil mushunda suydik tomchilab ketgan, suydik etishib ketayotgan, og'irtib ketgan, chalqaganday bo'lgan, suydik to'liq qisayotgan bu alomatlar pak-pokiza tugagandan keyin undan keyin boshqa oid dorilarni ishlatgan bo'lsangiz nihoyat yaxshi. Nurg'unlagan qarindoshlar texi mezi bezidagi yolliq ahvolda shunchalik ig'ir tursa, bu yollig'ini qaytarib boshqa oid dorilarni ishlatgan shuncha amroq kensizlar. Ya bak tushunmaydi yoki bo'lmasa yolliq tig'inbak kuchayib ketadi. Shun eng yaxshisi hamma narsani tartib bo'lgani yaxshi. Shunga tordagi ba'zi sog'lomlik mahsulotini sotayotgan tijoratchilar mezi bezi kasalliklariga qarta dori setish bilan birga mushu biz mezi bezi kasallik mush mahsulotimizni ishlatsangiz sizdagi yolliq qaytadi, bog' ojizligingiz yo'qaydi, vaqt qisqaligingiz, baldo'kidat qahvolda tamoman yo'qaydi deb dori setib sizlarni aldayotadi. Agar haqiqiy sog'lomlik yetakchilari yoki sog'lomlik mahsulotini sotuvchi bir bilim egasi o'tqash bo'lsa, oldi bilan sizniki faqat yolliqqa qarta dorini sotgan bo'lsa, bu noyati to'g'ri. Lekin yolliq bilan billa sizdagi bog'ni kuchlanayotgan dorilar tex mavjudlab baxmadi. Ham u ikkisida tang ishlatishga bo'lmaydi. Ham yolliq qaytayotgan dori bilan ham börekni tang quvvatlayotgan dorilarni bir vaqtda ham ishlatishga bo'lmaydi. Oxirida bu ham yanchoqingizga ziyon, ham o'zingizning badaniga ig'ir zahmatlarni elib kelishi mumkin.